Kelasi oy, ya'ni avgustda Amerika uzra 99 yil ichida birinchi marta to'liq quyosh tutilishi ro'y beradi. Kentukki shtatida omma buni orziqib kutmoqda, chunki olimlarga ko'ra aynan o'sha yerdan turib bu hodisani aniq tomosha qilsa bo'ladi. 21 avgust kuni soat 23:24 da quyosh tutiladi. Kentukkining Hopkinsville shahri osmoni ma'lum muddatga zulmatda qoladi. Quyosh tutilishi aynan Hopkinsville shahri janubidan aniq va to'liq ko'rinadi. Shu nuqtadan oy butunlay quyoshni to'sib qo'yishi kutilmoqda. Jarayonni dunyo bo'ylab kuzatayotgan olimlarga bu o'ziga xos ilmiy tajriba imkonini beradi. Gubernator Carter Hendriksning aytishicha, shahar quyosh bilan yuzlashishga yoki yuzlashmaslikka ham tayyor. Hopkinsville koinot markazi bo'lishi tezda ma'lum bo'ldi. Biz quyosh tutilishi eng uzoq davom etishi kutilayotgan asosiy nuqtalardan biri ekanimizni bilardik. Menimcha, 100 sekundlik nuqtalar orasida biz ikkinchi o'rindamiz. Bu nuqtada zulmat 2 daqiqa yu 40 sekund atrofida davom etishi kutilyapti. Hopkinsville quyosh tutilishida koinot markazi bo'lishini 10 yillar oldin bilgan. Tadqiqot va tomoshabinlar uchun $500 000 dan ortiq mablag' sarfladi. Shahar quyosh tutilishiga intizor. Orziqib kutyapmiz. Xursandchilik, hayajon, biroz xavotir ham bor. 30 ming aholi yashaydigan joyga 100 ming odam kelishi kutilyapti. Lekin baribir odamlar ko'tarinki kayfiyatda, chunki ularning shaharchasi endi xalqaro xaritaga kiritilgan. Kelayotgan sayyohlar mahalliy madaniyat va tarix bilan tanishadi. Shu bahonada keyinchalik sayyohlar oqimi ham oshar degan umid bor. Faith Lapidus, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun. Ilm-fan olamidagi yangiliklar, global jarayonlar, Amerika hayoti, siz yashayotgan o'lkalardagi muhim o'zgarishlarni muntazam yoritib boramiz. Saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiring. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.